O'zbekistonga qarab otlanyapmiz. Xudo xohlasa, bir 10 tami 15 tami aka-ukalarimizni Moskvaga ishga olib kelish. Prямо sudga beraman. Emas. 3-4 soat sudlanasiz. Sizga hozir nima bo'ldi beradi? Sizga bilet sotib to'g'rimi? Borcha aytishga. Bornim bor, yo'g'im yo'q. Ursa ham ona iskay desam qo'yib bo'lsa ham shu betiga aytsin. Siz qanchaga olgansiz biletni? 4000 so'mga. 4,5. 4,5. Sizchi? 5000. 4000 so'mda bizni aldab chaqirdi-yu 5,5 dan. Nima uchun bitta joyga ketyapmiz, narx har xil. Bizga chiqib borib yozaman buni. Rozi bo'lib beraman. O'likka buyursin deb buyuraman. Bizlar telefon qilib so'ragan payti bizlarga 2,5 degandi. Nimaga kelsak 5000 deb tur. Ash patrulnikda naborot угрожать qildi aka, uraman deb. Данный momentda 4000 rubl Moskvadan Toshkentga borish do'stlar. Siz shu narsani aniq o'zi olib borasiz, rahmat sizga. Moskvaga bo'lsa, Moskvaga dash Putinga chiqib yozaman bu narsani. Mana oldimga beri bir kunga 2000 ta ishni ruchnoy ko'tarsin 5-etajga. Onasini ko'radi o'sha odam. Mana men deganiga javob beraman. Bir kunga 5000 ta ish ko'taraman. 3-etajga ruchnoy bir o'zi. 30 ona bo'la, 30. Aka men G'ishnavodga ishlab katta bo'lganman. Rahmat sizga. Otlarni qaranglar, kayf cho'milayapsiz. Ya qoch yo'l o'rtasiga chiqdim. Nima ishlasini qo'ydimsa? В городе Toshkentda. Ko'pchilikdan pulni olib qo'yishyapti, pul so'rab. 300 ming pul olib qo'ygandi. Chiqardim o'sha odamlarni oldi. Bir sanasam 1 million 200 ming edi, 250 ming qancha edi? 900 ming rovno turibdi-da. Yo'q-da. Kimdandir 3000 rubl, kimdandir 5000 puliga qarab turib bildirmay olib qolyapti do'stlar. Qanday водительlarga jalb yo'qmi, normalmi? Водитель идеально, boshqa водитель bo'lganda даже bir nima joni ham kuymasdi. Qozog'da chegarachilari imkoniyat darajasida pul olishga harakat qilyapti. Xudo xolasa, men O'zbekistonga kelishimdan asl maqsad o'zi O'zbekistondan 10 ta aka-ukalarimizni avtobusga bilet pulini ishxona to'lab beraman degan. Assalomu alaykum qora ko'zlarim. Mana 6 yil bo'libdi O'zbekistonni yozini ko'rmaganimga. 6 yildan beri O'zbekistonga boraman, kelaman, lekin yozini ko'rmanman. Daraxtda pishgan mevalarni olib yeganim esimda yo'q, to'g'risi. Endi Rossiyaga keladi-yu, lekin daraxtdan olib yeyish boshqa-da, to'g'risi. Hozir mana xudo xolasa Moskvadaman do'stlar. Metro Novaya Yasenovada O'zbekistonga qarab otlanyapmiz. Hayotimda biror marta avtobus bilan O'zbekistonga borib kelmaganman. Birinchi marta avtobus bilan ketishim do'stlar. Xudo xolasa yo'ldagi holatlarni, Toshkentga borib tushgan holatimni hammasini video qilib ko'rsataman sizlarga inshaalloh. Xudo xolasa O'zbekistonga boraman. Bir ikkita ishlar bor, ba'zi bir kasallarga yordam kerak ekan, yordam videolarini chiqaramiz. Undan tashqari O'zbekistondan xudo xohlasa bir 10 tami 15 tami aka-ukalarimizni Moskvaga ishga olib kelish niyatimiz bor. Ishxonalar bilan dogovorimiz bor. Xudo xohlasa shu ishni amalga oshiramiz. Aka-ukalarimiz hozir ichkariga kirishga reska tayyorgarlik ko'ryapti. Ularni bezovta qilib o'tirmaymiz. Yo'l davomida Qozog'istonga kirish, chiqish, Toshkentga kirish hammasini videoga olib ketaveramiz. Qani unda ketdik. Xo'sh do'stlar, mana bismillah deb yo'lga ham chiqib oldik. Eng katta biza. Xudo xolasa endi yo'l bo'yi video olib ketaman inshaalloh. Hurmatli do'stlar, men Novaya Yasenovadan chiqqandik, avtobusimiz to'xtadi. Bu yoqqa choy ichishga hozir. Xo'sh. Vladimirga yetdik уже. Necha soat yo'l yurdik aka? 1,5 soat. 1,5 soat yo'l yuribmiz do'stlar. Hozir endi bu yerga necha soat choy ichamiz? 1,5 soat. Xo'sh, hurmatli do'stlar, soat 1dan 41 daqiqa o'tdi. Mana hurmatli водитель akamiz bilan suhbatlashib ketyapmiz ha. Necha yuz kilometrdan keyin boshlanadi Nijnogorod? 198 kilometrdan keyin Nijnogorod ha. Hurmatli do'stlar, 198 kilometrdan keyin Nijnogorod boshlanadi. Umuman uyqu kelmayapti. Mazza qilib akamiz bilan suhbatlashib ketyapmiz. Aka, boshingizda og'ritib qo'ymadimmi ko'p gapirib? Xo'sh, hurmatli do'stlar, mana Rossiyadagi eng katta daryo, qaysi daryo aka bu? Volga. Volga daryosidan o'tyapmiz. Toshkentga qarab ketyapmiz. Pasportlarni bitta ko'rsating-da. Hozir chastab to'xtatdi. Akamiz tushib baraka topsizlar, hal qilib chiqdilar. Mana pasportlarni olganini bilsa. Mana shu Volga daryoning yonidan ko'pchilik o'tgan, granitsa qatnaydiganlar bor. Ko'pchiliklar bilasizlar, shu mana bu yerda post bor. Shu postda to'xtatdi-da hozir bizani. Ichkariga kirib akamiz pasportlarni olib chiqdilar, hal qilib, hisob kitobini berib baraka topsinlar. Registratsiya, patent o'tib ketgan bo'lsa, shunaqalarni to'xtatib yo'lda ter oladi pasportini, keyin водитель akamiz shunday borib, pulini berib, hisob kitobini qilib olib keladilar. Xo'sh, hurmatli do'stlar, mana aka-ukalarimiz ovqatlarni sekin-sekin avtobusga minmoqda. Aka, biz qayerda hozir? Hozir biz Kazandamiz, ovqatlanib chiqdik. Aha.
Xudo xolasa oz qoldi. Avtobuslar zo'r. Aha. Mana do'stlar, hozir kazanda ovqatlandik, endi sekin yana yo'lga otlanamiz. Aka, o'tirib charchadingizmi? Buni qaranglar, havo vashshi agon zo'r bo'lyapti-ku. Перерыв stansiyaga to'xtadik yo'lga do'stlar. Xo'sh do'stlar, hozir bitta problema bo'ldi bu yerda. Pasredinglar biletni sotadi, sotgandan keyin tushuntirmaydi. Yo'lda 3000 rubllar расходing bor dedi. Shu narsaga e'tibor qilinglar. Biroq sizga hozir nima bo'ldi beri? Sizga bilet sotdi, to'g'rimi? Ha, bizga bilet sotdi. Aytdi 6000 dan dedi, javob beraman dedi. Aha. Mana hozir bu yerga kelganda yana 3000 dan yo'lga deyapti. Mana shu narsani e'tibor qilinglar do'stlar. Bilet sotib olayotgan paytga 3000 rubldan расходlaringiz bo'ladi yo'lda, avtobusda. Agar dokument o'tib ketgan bo'lsa, yo qanaqadir problema bo'lsa, shu narsani sizga aytmadi pasrednik, to'g'rimi? Menga aytmadi mana shu narsani. Telefonda. Bu yerda keyin voditellar bilan tortishuv, janjal qilishadi-da. Voditellar bu yerda prichom emas. O'sha bilet olayotgan paytlaringizda registratsiyadan o'tib ketgan bo'lsa, qanaqadir problema bo'lsa, u o'sha yoqda o'sha aytib eshitadigan narsa. Agar dokumentda problema bo'lmasa, hech qanaqa расход qilinmaydi-da. Mana shu narsani tushuntirmagan bu bratimizga hozir. Otlarni qaranglar, kayf cho'milayapmiz. Tuya qoch yo'l o'rtasiga chiqmoqda. Xo'sh, va nihoyat mana 3 kun deganda keldik-a Toshkentga. 2,5 sotka. Qanchaga? 2,5 sotka kelamiz. Hurmatli do'stlar, mana Toshkentga ham kelib oldik. O'tdik chegaradan. Xudo xolasa sekin-sekin mana endi Sobir Rahimovga qarab otlanamiz. Mana hozir biz Toshkentga kirib oldik. Aka-ukalarimizdan so'raymiz, qani nimalar bo'ldi yo'lda? Yana bir ikkita narsani aytib tushuntirib o'tamiz. Брат, скажите, к водителю есть жалоба какой-нибудь? Нет, абсолютно. Все нормально, да? Где мы сейчас находимся? В городе Ташкенте. Все. Qayerdansiz? Toshkentdan? Toshkentdan? Da. Qanday kelish normalmi, yoqdimi, bo'ladimi? Bo'ladi, zo'r kelish. Voditellarga jalba yo'qmi? Yo'q, voditelь вообще zo'r. Aytgan vaqtdan oldin kelib qoldi-ku. Bo'ldi, gap yo'q. Brat, siz qayerdansiz? Samarqanddan. Samarqanddan? Qanday, dokument normal edimi yo chatoq edimi? Yo'q, chatoq edi. Dokument chatoq edi. Yo'lda qancha xarajat qildingiz? 3000 rubl. Yo'lda agar dokumentlari chatoq bo'lsa 3000 rubl xarajat qilasizlar. Akalar, kimning dokumenti normal edi, qo'l ko'tarsin. Ketdik, mana shundan so'raylik. Dokumentingiz bor edimi? Dokumentingiz bor edi? Bor. Shu yo'lda nimaga gayiga deb pul so'radim sizdan, yo'qmi? Yo'q, so'raman. 1 so'm to'lamadingiz. Yo'q. Faqat biletga to'lagansiz bo'ldi. Ha. Yana kimda dokument normal edi? Dokument normal, ha? Gayiga deb 500 ber, 1000 so'm ber bo'ldimi, yo'qmi? Yo'q. 1000 so'mdan akajonlar bo'lmabdi, ha? Yo'q. Faqat biletga berdik 4000 dan bo'ldi. Ha, bo'ldi. Xo'sh, yana kimga dokument normal edi? Sizgami? Xo'sh, mana yoshingiz nechida aka? Assalomu alaykum. 43. 43 yoshdalar, mana yolg'on gapirmasalar kerak. Men gayiga deb yo'lda sizdan pul oldim, yo'qmi? Yo'q. Xo'sh, qayerdan bo'lasiz? Ha? Qayerdan bo'lasiz? Surxondaryo. Surxondaryoga salom ayting. Bo'ldi. Bo'ldimi? Salom deng. Qarang ekranga. Ko'radi hamma hozir. Katta salom. Qarangni, mana yo'lda kelgancha aytilgan joyga sanchas desa to'xtadi-ya voditellar. To'xtadi. Yo'q, gap yo'q yo'lda. Voditellarga jalba yo'qmi? Yo'q. Hammasi normalmi? Normal, hamma narsa. Shu aka-ukalarimiz avtobusda kelaman desa tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Aytilgan soatdan ham oldinroq olib qo'yapti mana. Ha, gap yo'q. Aka, siz dokumentingiz qanday edi? Yaxshi edi. Sizda yo'lda nima so'radim, pul so'radimi? Pul so'ramadi-ya? Yo'q. Kimni dokument chatoq edi? Mana dokument chatoqdan so'raylik qani. Aka, mana shu yo'lda dokumentingizda problema bor edi, to'g'rimi? Ha? Shu gaylarga qancha oldi yo'ldan kelgancha? 3000 so'm. 3000 rubl xarajat qildik biletdan tashqari. Biletdan tashqari. Do'stlar, biletni sotib olasizlar, biletdan tashqari 3000 rubl xarajat qilasizlar agar dokumentlaringiz chatoq bo'lsa. Dokument normalniy bo'lsa, umuman xarajat qilmaydi, eshityapsiz? Sizlarga normalniymi dokument? Qaysi bo'ladi? Ha? Kamerachi hozir oxirida gapiradi. Siz dokumentingiz qanday edi? Dokumentim yaxshi edi, borib kassadan bilet oldik. Yo'lda bir so'm расход qilganimiz yo'q, kelyapmiz. Bilet qanchaga oldingiz? 4000 ga oldik. Qanchaga? 4000 ga. 4000 rublga. Sal orqaroq boring endi. Do'stlar, qaranglar, yana bitta narsani aytib o'tay. Agarda Moskvadan, metro Novoyasinvadan kassadan bilet olsalaringiz 4000 rubl. Через посредник olsalaringiz 5000, 6000 ga olganlarmi? Kim 5000, 6000 ga olgan bu yerda, bratlar? Ana shu. Qani yuringchi orqaga ozgina. Siz qancha olgansiz biletni? 5000 ga olgan. 5000 ga olgansiz. Через посредник, ha? Do'stlar, 1000 rublmi, 2000 rublmi shu musofirda yurganlarning kissasiga foyda bo'lsin do'stlar. Mana o'zim shaxsan shu avtobusni reklamasi uchun nimadan Moskvadan Toshkentgacha o'zim mana shu saprovojdatga kelib, ko'rib, qanday holat, nima bo'lyapti,
qayerda nima qilish kerak, hammasini ko'rib kelyapman. Bu yerda eng katta xato ko'pchilik nimadan oladida, biletni posredniklardan oladi. Ba'zilar 6000 rublga olgan, ba'zilar 7000 ga, ba'zilar qanchaga olgan? 8000 ga ham olganlar bor dedi-ku. 8000 ga ham olganlar bor. Agarda sizlar Toshkentdan Moskvaga ketmoqchi bo'lsalaringiz, hozirgi paytda bilet narxlari 850 ming so'm Toshkentdan. Agar Moskvadan O'zbekistonga, Toshkentga kelmoqchi bo'lsalaringiz, prямо kassadan olsalaringiz do'stlar 4000 rubl. Agar kassaga borishni xohlamasalaringiz, men o'zimning kanalimda hozir ekranda raqam qoldirib ketaman. Faqatgina Doniyor Fayz kanali, meni kanalimda. Boshqalar olib, boshqa raqam qo'yishi mumkin do'stlar. E'tibor qilinglar. Mana shu ekranda ko'rib turgan raqamlarga telefon qilsalaringiz do'stlar, avtobuslarga biletni primo olasizlar, 5 никаких посредников do'stlar. E'tibor qilinglar. Yana bitta narsaki, avtobusga kelayotgan paytda ovqatlanishga e'tibor beringlar. Ko'p ovqatlanib, ko'p suv ichavermasin, ha? Ko'p suv ichaversa nima bo'ladi? Ya bilmadim, hech bilib bo'lmadi menda. Nima bo'ladi? Sanchas ko'proq bo'ladi-da. Da, orqaroq bo'ling. Ko'p suv ichaversangiz, ko'p ovqat yeyorsangiz, Sanchas ko'proq bo'ladi. Sanchas ko'proq bo'ladi. O'sha uchun e'tibor qilinglar. Undan tashqari, nima yana bitta aytiladigan narsa bor. Qozog'istondan O'zbekistonga chegaraga o'tayotgan paytda nima bo'ladi? Ko'pchilikdan pulni olib qo'yishyapti, pul so'rab. Aha. Shunga ehtiyot bo'lasizlar, pul so'rasa bermaylar. Majbur emassizlar. Qanday qilib olib qo'yishini maxinatsiyasini ayting-da. Ko'pchilik kissasidan pulni so'rayapti, chiqarib stolga qo'ydi. Mana shu stolga qo'ygan joyiga chalg'itib turib, o'sha stoldan olib qo'yapti. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri berasan deb olgani yo'q. Nima? Shunaqa qilib olib qo'yapti. Shunday granitsadan o'tayotgan paytlaringizda bu asosan Toshkentga o'tayotgan joyda bo'lyapti. Qozog'istonda bo'libdi. Da, Qozog'da chegarachilar. Da, shu narsaga e'tiborli bo'linglar, ogoh bo'linglar. Qozog'istondan Toshkentga o'tayotgan joylaringizda do'stlar, nima telefoningni, pulingni, kashligingni chiqarib qo'y deydi. Kashlik ishda pulni chiqarib ham qo'y deydi, to'g'rimi? Shunaqa, ha. O'sha chiqarib qo'ygan joyda bildirmay pul oladi. Shunaqa qilyapti. Kimdandir 3000 oldi, kimdandir 5000 olyapti. Shunaqa deb eshitdim men. Ha? 300 ming pulini olib qo'ydi. So'm. Kimni 300 ming pulni olib qo'ygandi? Yura, mana ekan. Orqaroq yuring. Yuring. Video olaylik akalar, sal orqaroq yuringlar. Opa bekinib turing siz. Aka, sizdan qanday pul olib qo'ydi? Chegarada o'tayotgan paytingizda bildirmay. Aka, sezganimda shuni может быть meni qo'ymasdi. Sezganim yo'q o'sha narsani. 300 ming so'mda olib qo'ygan. 350 ming so'mda. So'mda. Sanab ko'rsam 350 ming so'mda. Chunki rublimni shunday maydaladim, so'mga almashtirdim. Kissamda turuvdi. Bir joyga kirganim yo'q. Yurganimizda 50 metr yurdim bor yo'q. Hozir 1 minut. Keyin taможный pasport kontrolga shunday yetganimda bir xayolimga keldi, qandaydir pulni ko'ray qani. Chiqardim o'sha odamlarni oldida bir sanasam 1 million 200 ming edi, 250 ming qancha edi? 900 ming rovno turibdi-da. Yo'q-da. Do'stlar, men o'zim shu narsani guvoh bo'ldim, daji. Qancha oldi sizdan? Bizdan mana 200 rubl olib qoldi. O'shanda-da puling qani dedi, chiqarib shuni ustol ustiga qo'ygan payti bu tarafa chalg'itdi. To'g'ri olavering. Chalg'itdi. Hamma o'shalik. 200 rubl olib qolganda pul ichidan. Shu. Tushunarli. Kimdandir 3000 rubl, kimdandir 5000 puliga qarab turib bildirmay olib qolyapti do'stlar. Shu joyga ogoh bo'linglar, sizlardan iltimos. Mana men o'zim shaxsan shu Moskvadan Toshkentga keldim hozir. To'g'rimi? Sizlar bilan birga kelyapman, to'g'rimi? Da, albatta. Aytib qo'yinglar, ba'zilar ishonmaydi-da. Moskvadan birga kelamiz, xotir olmanglar, hammasi chestni. Qanday voditellarga jalba yo'qmi, normalmi? Voditel idealniy, boshqa voditel bo'lganda даже bir nima joni ham kuymasdi. U kishi hozir prokuraturaga yozib beraman deb o'tiribdi, bizni o'rnimizga kerak bo'lsa. Shu rekomendatsiya qilsa, aka-ukalarimiz shu avtobusdan kelsa bo'ladimi? Bemalol. Aka, siz nima deysiz? Kelsa bo'ladi, yaxshi hammasi. Jalbalar yo'qmi? Yo'q, jalba yo'q. Dokumentlar taxt qilish kerak ekanda ham. Mana do'stlar, o'zi boricha borini aytib o'tdik. Endi operatorimizda ham gaplari bor menimcha. Ushlang qana mikrofonni gapiring endi o'zingizdan bir. Shu Qozog'istonda chegarasi, jalba shu Qozog'iston chegarasida Qozog'da chegarachilari imkoniyat darajasida pul olishga harakat qilyapti. Bizni yarim soat ushab turdi. Lekin biz pulimiz yo'q deb turaverdik. Pulimiz yo'q deb turaveringlar. Qanday holatda pul olishga harakat qilyapti? Qanaqa qilib, qanaqa maxinatsiya qilyapti? Shuni tushuntiring-da. Har xil sen o'tish mumkin emas. Uje bizda hech qanaqa shu Moskvadan kelyapsiz, birov to'xtatmadi, birov gapirma, dokumentim toza-da meni. Lekin shu yerga kelganda senga o'tish mumkin emas. O'zlari ham bilmayapti nima deyotganini, lekin pul olish maqsad. Prima aytyapti. Tashamaga pul deyapti. Pul tasha deyapti. Unaqasi ham bo'ldimi? Pul tasha deb pulim yo'q dedim. Sumkamiz bor, o'sha uchun sumkamizni bermasdan bizdan pasportni olib pul talab qilyapti. Qancha talab qildi? 3000, 4000, 5000. Bo'ldi 1000 rubl ham bo'ldi. Bizda yarim soat ushab o'tirdi, lekin biz pul bermadik. Iloji boricha pulinglarni bekitib, tushaveringlar pulinglarga. Shu o'tayotganlarga maslahatimiz shu. Pul so'rasa bermanglar.
Xo'sh, hurmatli do'stlar, mana eshitdingizlar. Shunaqa bu nima avtobus kompaniyalariga yoki avtobuschilarga tegishli joy emas. Bu granitsadan o'tayotganda avtobuschilarimiz ogohlantirdi, to'g'rimi sizlarni? Ogohlantirdimi? Shunaqa joylar bo'ladi. Shunaqa joylar bo'ladi, ehtiyot bo'lib, pullaringizga hech kimga pul bermanglar deb ogohlantirdilar. Ogohlantirdi, lekin baribir orada bitta ikkita bo'lganlari ham bor. O'sha uchun do'stlar, agarda avtobus bilan kelmoqchi bo'lsalaringiz, primoy bilet olinglar. Через посредник qilib 1000 rublmi, 500 rublmi, 2000 rublmi ko'p pul berib, o'zlaringizni cho'ntaklaringizga foydada. Aka-ukalarimiz musofirda ishlash uchun, oilasini boqish uchun boradi. Avtobusga bilet olishadiki, shu 1 so'm, 2 so'm bo'lsa ham ekonom bo'lsin deyshadi. Men sizlarga do'stlar tavsiya qilib qolaman, mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilib primoy raqamdan olishlaringizni tavsiya qilaman. Mana aka-ukalarimiz ko'rib turibsizlar, hammasi davolli, chiroyli kelyapti. Borini borcha aytdik, qanaqa yo'llarda minuslari bo'ladi. Xudo xolasa, men O'zbekistonga kelishimdan asl maqsad o'zi bir ikkita kasallarga yordam, muhtoj oilalar va o'shalarga yordam qilish va ishxonalar tomonidan bizga bir 10-15 ta odamga biletini ko'taramiz deyishgan. Xudo xolasa, bundan keyin yana bitta video chiqadi. Kanalga obuna bo'lib, podpiska bosib qo'yinglar. Bir 10 ta yoki 15 ta aka-ukalarimizdan biletini ko'tarishadi. Moskvaga ishga olib ketamiz, xudo xolasa. Hurmatli do'stlar, mana Sobir Rahimov avtovokzaliga ham keldik. Ko'rib turganlaringizdek, o'zim Moskvadan Sobir Rahimovgacha mana bu avtobus bilan birga keldim. Yo'ldagi hamma voqealarni ko'rdingizlar degan umiddaman do'stlar. Hozir aka-ukalarimiz hamma yuklarni olib ketib qolishdi. Agarda sizlar Moskvadan Toshkentga kelmoqchi bo'lsalaringiz yoki Toshkentdan Moskvaga ketmoqchi bo'lsalaringiz, faqatgina kassadan bilet olinglar. Kassaga borishni bilmasalaringiz, ekranda ko'rib turgan raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Bundan tashqari do'stlar, Sankt-Peterburgdan, Moskvadan va boshqa shaharlardan har xil ish joylaridan menga telefon qilib, bizga ish kerak deb kelgurumcha telefon bo'ldi do'stlar. O'zbekistonda turib bo'lsa ham ish haqidagi videolarni chiqaraman va yana bir narsa, eng asosiy narsa, O'zbekistondan 10 ta yoki 15 ta aka-ukalarimizni avtobusga bilet pulini ishxona to'lab beraman degan. Mani kanalimda xabardor bo'lib turinglar. Podpiskani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar do'stlar. Ertaga xudo xolasa odam yig'ishni boshlayman O'zbekistonda ham. O'zbekistondan odam yig'ib Moskvaga olib boraman. Moskvada yotoq joyini tekin registratsiyasini qilib beradi, yeb-ichishlari, boshqa narsalarni va undan tashqari biletini ham ko'taraman degan do'stlar. Biletini oylikdan qaytaradi lekin. Prosta qiynalib qolgan aka-ukalarimiz bo'ladi-yu, biletga pul topolmay yuribdi. O'shalarga ishxonalar yordam qilamiz degan do'stlar. Kanaldan xabardor bo'ling do'stlar, o'zinglarni asranglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertaga xudo xolasa inshaalloh yangi video chiqadi ish haqida. Kuzatib boringlar kanalni.